Indoneziyada joylashgan Laki nomli tog'da kecha mahalliy vaqt bilan soat 17:15 da vulqon moddalari 11 kilometr balandlikka otildi. Hozircha qurbonlar va jarohatlanganlar haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Vulqon tufayli 20 dan ortiq ichki va xalqaro reyslar bekor qilingan. Mazkur tog' cho'qqisida noyabr oyida ham bir necha marta vulqon otilgandi. Buning oqibatida 9 nafar kishi halok bo'lgan va minglab odamlar boshqa manzilga ko'chishga majbur bo'lgandi. Geologiya agentligi rahbari Muhammad ogohlantirish bilan chiqdi. Agar manzilda kuchli yomg'ir yog'sa, u tuproq va qumga qo'shilib, vulqon moddalarini ham oqizib tushadi. Natijada hududda kuchli vayronlar kuzatilishi mumkin degan o'z nutqida. Shuningdek, aholi vakillari o'zlarini vulqon moddalaridan himoya qilish uchun niqob kiyish kerakligini ta'kidlagan. Vulqonning otilish sababini o'rganayotgan mutaxassislar uning atrofida istiqomat qiluvchi fuqarolarni xavfsiz joylarga evakuatsiya qilishga chaqirdi. Chunki yer silkinishlari hali ham aniqlanmoqda. Bu esa vulqon faolligidan dalolat beradi. Ma'lumot uchun Lakidagi so'nggi vulqon otilishi may oyida kuzatilgandi.